Barchaga assalomu alaykum. Bolalar, tuzukmisizlar, zo'rmi? Mana bolalar sizlar o'yinchi. Mana YouTube'ga video joylaymiz va 979 ming so'm pulimizni bir sinab ko'ramiz. Agar kimga qiziqroq bo'lsa, bitta like bosamiz. Kerak bo'lsa Telegramda, afsanida Telegram kanalimiz bor, bo'lasizlar. Ro'yxatdan o'tasizlar, o'zining ilovasi bor va o'ynaymiz bolalar. Kuponlar bor, bu yerdan bemalol futbol tiksangizlar 1 million bilan tiksangizlar 5 million qilib chiqasizlar bu yerdan. Games o'yinlari bor. Gamesdan ham ko'tarsa bo'ladi balansni. Men bu yerdan hozir sizlarga bitta o'ynab bemalol ko'rsatamiz. 21 ochkolik o'yinimiz bor va shu o'yindan bir omadimizni sinab ko'ramiz. Qani? 21 ochko bolalar, вообще qiziq o'yin, juda ham bir yaxshi beradi. Boshidan katta summa qo'ymaymiz va shu yerdan bir 25 mingcha investitsiya qilamiz. Так, еще. Bo'ldi, biz yutdik, normalniy. Ko'rdingiz, 50 ming foyda bu yerdan. Mana. Sal ko'taramiz 50 mingga. 18 stop qilamiz. Mana yutdik 100 ming. Yana foydamiz bor. 3 ta foydadan keyin chiqamiz, kerak emas, bolalar. O'ynamaymiz. Так, еще. Yana oldik. Так, qaytib yana bitta bosamiz. 17. Stop qilamiz. Yutdik. Bitta balansani ko'taramiz. Tak, stop qilamiz. Nichya. Tak, еще. Bo'ldi bular. Biz yutdik, normalniy bilet. Stop. 9 ming foyda. Foydamiz bor. Mana shu o'yindan bolalar 200 mingcha foyda qildim, ko'rdingizlar, vasta chiqamiz, kerak emas iskovat qilish. Va bolalar boshqa o'yinimiz bor. Bu yerdan Kemkez degan o'yinimiz bor va bu yerdan ham bir foydacha qilamiz. Tak, igratni bosib olamiz. Boshidan 80 mingdan qo'yamiz. Ikkita o'rtadan bitta o'ng tomondan birini bosamiz. Tak. Bitta o'rta. Mayli. Nastroyka. 80 ming qo'shamiz yana. Shu strategiyani qilamiz. Tak, bitta o'rta. Yana bitta o'rta. Strategiyani ko'rsizlar. Yana 80 ming qo'shamiz. $674 ming pulimizni bolalar shu yoqda qo'yamizmi, nima deysizlar? Yana 300 ming qo'shamiz. 80 ming, 620 ming. Tak, 650 ming, 660, 670 ming. Davay. Va bang bilet. O'rta. Tak, 1. Yana o'rta. Normalniy suka olamiz. Ko'rdingizlar. Foydamiz bor, normalniy. Foydaga kirib oldik bu yerdan va nastroykadan bitta summani pasaytiramiz, 80 ming qilamiz. Boshida qanaqa o'ynadik? Tak, xuddi shunaqa strategiyani qilib bemalol bolalar foydachani olaveramiz. Tak, qancha? 160 ming. Yaxshi bilet, olamiz. Zo'r naxuy. Tak. Foydani ko'rdingizlar? O'sha bu yerdan men 500 mingcha foydaga kirdim. Atak bolalar yomon emas. Chiqamiz bo'ldi bu o'yindan. Kerak emas. Tak, yana qaysi o'yindan o'ynasa bo'ladi bolalar? Tak, ko'ramiz hozir. Bolalar, bugunchalik yetadi o'yinimiz. Men videoni to'xtataman va videomizga like bosib, kommentariy bosib qo'yamiz. Qaysi o'yindan kim qanaqa yutyapti bolalar, kerak bo'lsa strategiyasini Telegramga kirsangizlar, admin bor, adminga yozsangizlar sizlarga strategiyalarni aytib o'tadi. Bu galgi videorolikda bolalar rozg'ishlar qilamiz. Kommentariyga kim yozsa, aytashsa va rozg'ish qilib o'sha IDlarga bolalar bemalol 50 mingdan pul tarqatamiz. Suv bo'lamiz bolalar, VIP kazinoga bo'lib turamiz.